Balla sizlar bilan men Minecraft yangi videoga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Minecraft. Unda biz videoni boshlaymiz. Va bugungi video sizlarga juda ham yoqadi. Va bu mening yangi uyim. O'zim qurdim. Unda biz videoni boshlaymiz. Avvalo nima qilsam bo'ladi? Avvalo men ana shu yerdan olib ovqatimni yeb o'tiraman. Bugungi ovqatim esa sho'rva bo'ladi. Lekin meni qornim to'q, hozir ichkim yo'q. Mayli. Bel kuragimni olib, ekinlarda chopishga ketdim. Men qilmasam qishloqlar qilmaydi. O'zimga har ehtimolga qarshi mana bularni olaman. Va ketdim. Tezroq boraman va yuraman. Xo'sh, yigitlar ham o'z ishni boshlashib, salom yigitlar, ishni boshladilaringmi? Pishga sabzi yo'qmi? Xulosa hali ekin-tekin ham pishmabdi. Uni esa ko'rishim kerak boshqa joylarda. Salom yigitlar, sen ertalabda nimaga o'rmonda yuribsan? Men bu yerlarda zerikkanimdan yuribman. Nimaga zerikding axir? O'zi men hammani ishga tayinlab qo'ygan, hattoki men ham o'yinchi bo'lsam ham. Men ishimda qilib o'sha uchun men hammani turmashidan oldin ishimda qilib bo'lgan edim. Unda yaxshi, unda damingni olaver. Men esa bugun shuni aytmay qo'yaverdim. Ertalab uxlab qolibman-da, o'shaning uchun. Endi esa erta. Yürümez. Siyememeye soğuk. Yürümez. Yürümez Maki. Ya kana. Bo'ldi, ziydel ketaver. İşini ham qilyapsan ekan, yaxshi. Ziydel. Ikkaman dedim o'zi. Sen bilan so'rashmadik, salom ziydel. Salom, nima qilyapsan? Shu senga yordamlashgan keldim, lekin sen anchasini bitirib qo'yibsan. Men bitirib qo'ydim. Nima ishing bor edi? Yo'q, shu senga yordamlashib boray deb keldim, ishingni bitirib bo'libsan, xullas ko'rishguncha. Mayli, ko'rishguncha. Sen charchab qolmadingmi? Yo'q, albatta yo'q. Charchaganim yo'q. Kecha qornim ochganini nisbatga olmaganda. Unda menga ikkita bug'doying bormi yoki yo'qmi? Bor, albatta bor. Hozir tutkuvladim o'zi. Unda menga tashavor. Bo'ldimi? Rahmat, yana 3 ta urug'ing yo'qmi? Bor. Nimaga kerak o'zi bular shiyta senga? Yo'q. Shu so'ramoqchi edim xolos. Ikkani kerak edi. Mayli, unda yaxshilikka ishlatgin, mayli. Yaxshilikka ishlatadi shekilli do'stlar. Endimcha. Mana edi jiteli yo'q ekan, o'zim qilib qo'yaveraman. Atiga bitta o'sgani bor ekan, uni ham o'zim qilib qo'yaman. Ana. Mana ularning o'zi kerak basiga. Salom jitel. Bugungi hozir o'ta ham kam ekan do'stlar.
Endi uyimni oldiga boraman. Uyimga ketdim. Do'stlar, qaranglar, uyimda o'xshadi shekilli. Komment ham yozib ketinglar. Menimcha uyim zo'r chiqdi deb o'ylayman. Hozir obetimni ham qilib olaman. Mana bularni qo'yib, o'sh bugungi hosil unchalik ko'p bo'lmabdi. Shuning uchun endi men nima qilardim, ovqatim deyman. Keyin esa o'ynaga ketaman. O'sh nima, o'sh sho'richaman. Ana qornim to'ydi xullas. Kechasini qo'yib qo'yamiz. Xullas, qo'shni Jitel nima qilyapti ekan? Uyini umuman bezatgani ham yo'q u. Jitelar bilan so'rashib yuraman. Chunki men yangi o'yinchiman. Salom Jitel, nima qilyapsan? Uyga kirib ketorman. Tak kiraverma. O'zing chiqib ketding-ku. To'xta Jitel, to'xta. Senda gapim bor. Salom. Assalom, nima gaping bor? Holidan beri ishimda qilatding va oldimga kelding. O'zi haligi ham salomlashing shekilli. Unutib yuboribman, uzr, lekin nimaga sizlar ishlaringizni qilmayapsizlar? O'zingcha qilib oldingmi? Ha, men qilib oldim. Biz ham qilib oldik. O'shancha hozir o'rmonga sayrga ketyapmiz. Istasang biz bilan yur. Yo'q, menga o'rmonda sayr kerak emas, bo'pti. O'rmonda sayr qilib nima qilaman, do'stlar? O'zimda uyim turibdi, tayyor. Shuncha qishloq bor, qishloq. Kometa qulagan joyda meteorit qulagan joyda ham ko'rib olaydi. Ana do'stlar, judayam katta qulagan. Tak etib atigi yarimtasi tushgan. Do'stlar, meni oldingi videomni ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. O'sha videoda men qishlog'imizga kometa quladi degan videoni olgandim. Hozir esa temir ko'ligani mana shu yerga kelaman. Tezroq borishim kerak. Tezroq borishim kerak. Derazamni sindirib olaman. Chunki aslar derazamni sindirsam keyin qumdan qilishimga to'g'ri keladi. Bunga emas. Ana unga kirga. Ana bo'ldi. Endi haligi joyimga ketdim. Jitellar ham o'ynab kulib yuribdi. Men ham o'ynab kulib yuribman. Mana shu yerda edi, mana bu yer. Bu yoqdan o'zimni topolmay qolsam kerak. Endi loy kerak emas, qo'yib qo'yaman va uyimda eritgani ketaman. Unda tezroq borishim kerak. Jitellarda yarim xullas hali ham fermada ishlayapti ekan. Bu ishini bu bo'ldi hozir menimcha. O'zi kunam botay deb qoldi. Quyosh chiqishini, botishini hozir tomondan kuzataman. Mayli.
Xo'sh, tezroq botsa. Yomon kichirib ketdi. Endi bu yoqdan oy chiqishini tomosha qilaman. Quyosh esa ana bu tarafga bo'lib ketdi. Xullas mayli. To'rtinchisi yetmay qoldi ekanda. Ana uyimga kirib oldim. Kechki choyni ham ichish kerak. Hadiga bitta pechenye yeb olaman xolos. U yo'q kerak emas menga. Maza. Shiringina. Nimam bor albatta. Pechenyem bor. Xullas mana bu narsalarni qo'yib uxlayman. Xo'sh. Zombi borda oldlarimda. Qaytimdadir monster bor. O'shancha uxlay olmayapman hozir. Hozir asha zombini nima qilsam qilib kelaman hozir. Bo'ldi. Yerime zombi qaydasan? Yerime sen mahallada meni uxlatmay turgan. Yerime zombi ekan. O'xshaydi nima bo'lib qolding? Haligina yaxshi eding-ku, nima bo'lib qolding? Kechirasan, lekin uyimga kirmaysan. Turdim. Men spanigimni joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Yana esa hamma narsalarni yechib qo'yishim kerak. Ketdim. Bugun kun oson bo'lmadi. Xo'sh, endi esa tomga chiqib, jitelarni bir kuzatib ko'ringchi. O'zgacha jitelar ketib qoldi shekilli menimcha. Yo'q, uydamikan. Menimcha ana bu uyda. Yo'q. Jitelar soat 10 bo'ldi, ish boshlanib ketdi. Turinglar. Ana siyohrang jitel, ana oddiy jitel. Jitel bor endi uyingga. Ishga deganim uyingga emas. Senim tez ishga. O'sha bilan videoni tugatishga qaror qildim. O'ylaymanki video yoqdi. Yanagi videolargacha ko'rishguncha yanagi videoyim zo'r chiqadi. O'ylaymanki sizlarga bu video yoqdi. Ko'rishguncha xayr.